Aniq bilaman, bu bulochkani retseptini siz zakazga tayyorlashni boshlasangiz, daromadingiz 10x ga oshib ketadi. Chunki juda ham yumshoq va bitta yegan odam sizdan qayta va qayta bu bulochkani sotib olishi aniq. Birinchi bo'lib apara tayyorlab olamiz. Apara bilan tayyorlangan oshirma xamir juda ham zo'r bo'ladi. Oshgan apara ustidan bitta tuxum Latiko brendini 45% qaymoqlardan bir qoshiq solamiz. Agar sizda qaymoq bo'lmasa, Latiko brendini smetanalardan foydalansangiz ham bo'ladi. Shakar, razrixritel, o'simlik yog'i yaxshilab aralashtirib, undan keyin ozginadan un solamiz. E'tiborli bo'ling, unni ozginadan solish shart. Xuddi shunaqa holatga kelganda o'simlik yog'i solib, xamirimizni 5-7 daqiqa xuddi shunaqa mushtlab, yumshoqqina xamirni oshirishga yuboramiz. Oshirma xamir to'g'ri texnikada qilinsa, ko'rib turganingizdek 3 baravar kattalikda oshib chiqadi. Vazdushniy va zo'r bo'lib, yumshoqqina bo'ladi. Zuvlachalarga bo'lib olamiz va xuddi ko'rib turganingizdek dumaloqcha qilib listimizga teramiz. Ustidan tuxum sarig'i va urvoqlarimizni sepib pishirishga yuboramiz. Urvoq retseptini opisaniyada yozib qoldiraman. Ko'rib turganingizdek do'mboqqina, yumshoqqina bulochkamiz tayyor bo'ldi. Ayniqsa Latikoni 45% qaymoqlari bilan ertalabki choylarda yesangiz bormi? Albatta tayyorlab ko'ring.